kim mana shu uyni olsa menga qo'shni bo'ladi. Sababi bu uy bizning mahallada bo'lib, sizlarga videoda oxiridagi lokatsiyalargacha tushuntirib qo'yaman. Ko'rasizlar. Tabiat qo'ynida toqqa chiqaring, mavka qilib bo'lmayapti. Yurasiz, tog'da manzarasi o'tiraverasiz. Uyimizni sotiga 7 sotiga ekan. Ko'rib turgan mana shu uyning remontlari bilan mana shu uyimiz bugun sotuvda. Mana orqa tomonlarni ko'ryapsizlar, chegarasi mana aniq turibdi, to'sib qo'ygan o'zi. Bu tog' tomonga qarab ketaverasizlar. Men ham o'zim tog' tomonda yashayman. Bu tomonda hojatxonasi, mana uyda orqa tomonda ham bir 2-3 metr joy bor ekan. Mayda-chuyda shunaqa tog'xonalar chiroyli qilib olasiz. Bu to'g'riga bitta chiroyli kladovka qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana bu tomonimizga bitta chiroyli molxonami, qo'yxonami solib qo'ysangiz bo'laveradi. Kirganimizda mana biz chiroyligina mana shu yerda bitta koridorchamiz bor. Kirganimizda bitta bu yerda hol, detskiy qilib qo'yishgan ekan, chiroyli arka, to'g'ri dush, ispanli, bitta bu yerda mehmonxonamiz bor. Bu yerda bir 3 ta semya yashasa ham bo'ladi. Bu uyimizni olgandan keyin обязательно zolotoy jezin suvlardan xolodilniga to'ldirib bosib qo'ying. Oilaviy ichadigan suv. Bu tomonimizda mana bitta katta koridor, 3 ta xonamiz bor. Hozirlarga lokatsiyalar bilan nomerlargacha aytamiz. Bu joyimizni mana roboti bo'ladi. Hozirlarga tashqari tomondan ham ko'rsatamiz. Bu yo'lga 3 ta yo'l bilan kirsangiz bo'ladi. Ya'ni sentr tomondan chiqayotgan yo'limizdan ham chiqsangiz bo'ladi. O'rta yo'ldan yakka mozor bor edi, oldin buzilib ketgan. Shu tomondan ham kirsangiz bo'ladi. Hozirga yo'llar chiqib ko'rsatamiz. Bu joyimiz lokatsiyasi ko'ryapsizlar, o'zimizning mahalla, asfalt bo'lgan. Uyimiz to asfaltgacha. Bu uyni sotib olsangiz, tak, bu yerda do'stlik supermarketlar, polni marketlar mana shu yerda, bu yerda shu yerdan yo'lda nari betida bog'cha, maytabi, ko'ryapsizlar, asfalt yo'l. Menga qo'shni bo'lib qo'yasizlar. Hozirlarga nomerlargacha u ko'rasizlar, Aron rayon 3000 ko'chasida joylashgan bu joyimiz. Endi uyimizning egasi nomerini yozib olamiz. 0551 bilan 37 38 99. Qaytaraman. 0551 bilan 37 38 99 nomeriga bemalol aloqaga chiqadi. Pullarini 8 million deyapti. Ozmoz kami bor. Bemalol telefon qilib banglatiraverasizlar. Suvlarning eng zo'ri zolotoy jezin suvlardan ichib ko'ring.